Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, ish bor. Podmoskvada. Mana shunaqa g'ish urish kerak. Mana ko'ryapsizlar. Bolalar ishlayapti. Mana bunaqa blokda tayyor ishlayotgan yeringizda kranda olib kelib qo'yib beradi. Hamma materiallar bor. Kelasiz, ish boshlaysiz. Kuniga bolalar 10 mingdan tushiryapmiz deyapti. Mana kelib ishlashingiz mumkin. Sizlarga hozir mana 3 ta vagon bor. Bularni sizlarga ko'rsataman sharoitlarini. Mana bu yer yotoqxona mana ekan. 5-6 kishi bemalol yotsa bo'ladi. Gilamlarni solib qo'yilgan. Issiq holat. Mana ikkinchi xonani ko'rsataman. Bu yer choy ichadigan xona mana. Hamma sharoitlari bor. Gaz, plita, hammasi mana. Bu yer eshigini yopib qo'yamiz. Bu 3-vagonimiz. Mana yechinib, kiyinib, kiyimlarini almashtirasizlar. Mana stralni mashina bor. Kiyimlarni yuvish uchun dushovoy kabina. Mana rakavinalargacha hamma narsa bor. Sharoit zo'r. Kelib ishlashingiz mumkin. Mana do'stlar, juda ham katta obyekt ko'rib turibsizlar. Mana shu yerdan o'sh pastgacha urilyapti. Hozir bu yerdagilar Dakimtini Soroga tugab O'zbekistonga ketdi. 2 kishi qoldi xolos do'stlar. Kelib ishlayni kubiga 5000 rubldan urushyapti ekan. Bemalol promoy hazayin gaplashib, ochiq oydin senalarni aytayapti. 5000 dan uraymiz deydi. Kelyapganlar kelib 5000 dan kubasini urishinglar mumkin. Bir kunda 10 000 bemalol topishyapti ekan. Shu videoni tanish bilishlarga tarqatib qo'ying. Kimda kim ishsiz bo'lsa kelib ishlashi mumkin. Mana hamma sharoitlari bor, a'lo darajada.